Kasalliklar psixosomatikasi tana bizga nima demoqchi? Ko'pchilik kasalliklarni faqat jismoniy sabablar bilan bog'laydi. Albatta, infeksiyalar, genetika, turmush tarzi va boshqa omillar muhim ahamiyatga ega. Lekin inson faqat tanadan iborat emas. Bizda hissiyotlar, fikrlar va kechinmalar ham bor. Ana shu ruhiy holatlar ba'zan tanamiz orqali o'zini namoyon qilishi mumkin. Psixosomatika bu hissiyotlar va organizm o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi yo'nalish. Masalan, uzoq davom etgan stress, bosh og'riqlari, oshqozon ichak muammolari, uyqu buzilishlari yoki mushaklardagi taranglikni keltirib chiqarishi yoki kuchaytirishi mumkin. Ba'zan inson yillar davomida xafagarchilikni ichida saqlaydi, ba'zan o'z fikrini aytishdan qo'rqadi, ba'zan esa barchaga yordam berib, o'z ehtiyojlarini unutib qo'yadi. Tana esa bu zilqishlarni eslab qoladi va o'zini saqlaydi. Shuning uchun ham psixosomatikada biz o'zimizga savol beramiz. Bu simptom menga nima demoqchi? Hayotimda qanday hal qilinmagan emotsional yuk bor? Ba'zan shifo faqat dorida emas, balki yillar davomida ichida yig'ilib qolgan og'riq, qo'rquv va hissiyotlarni anglashda ham bo'ladi. Agar siz ham kasalligingizning ortidagi aynan psixoemotsional omillarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, individual konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Birgalikda organizmingiz berayotgan signallarni tushunishga harakat qilamiz va aynan o'zingizni sog'lig'ingizni tiklashingiz uchun sharoit yaratamiz.